Sakina. Uning eng ashaddiy dushmani ko'zgu edi. Uni ko'rarga ko'zi yo'q edi. Dugonalari ko'zgu oldida soatlab o'tirar, o'z chiroylariga to'ymas, ko'zgu bilan suhbatlashib ham o'tirardilar. U esa chiroyli bo'lmagani uchun ko'zgudan dashnom eshitaverib yuragini oldirib qo'ygandi. Ota-onasining o'zidan oldingi 4 ta bolasi ham turmagandan keyin 5-chi bolalardan umid qilib, yaratganga nola qilib va uning ismini ezgu niyatda Tursunoy qo'yishdi. Tursunoy qo'sh barmoq bilan tug'ildi. O'ng qo'lida 11-chi barmog'i ham bor edi. Ustiga ustak soch qoshi g'alati jingalak va sariq, burni katta, kallasi 4 burchakroq tug'ildi. 7 yoshga to'lganida tishlari tabiiy yangilandi va dudoqlari harchand yopilmasin, nuqul kulib turganday old tishlari ko'rinib turadigan g'alati edi. U 11 yoshga to'lganida undan bo'y o'sishi gormoni yetishmasligi aniqlandi. U o'shanda bor yo'g'i 130 santimetrli edi. Shifokorlar uning kasaliga Asperger sindromi deb tashxis qo'yishdi. Ota-onasining uni ko'rsatmagan shifokori qolmadi. Nihoyat u ham o'sa boshladi. Pakanalikdan qutuldi-yu, ammo xiring-xiringlardan qutulmadi. Maktabda o'qib yurgan kezlari kattalardan namunali xulqi uchun qancha yaxshi gap eshitsa, tevaragidagi piching-pichinglar shunchalik ko'payardi. Jumladan, qay bir sinfdoshi undan orqada qolsa, albatta anaqa-manaqa boshlanardi. Ya'ni kimdir o'tirsinoy qo'yish kerak edi, o'tirib qoladi-ku baribir desa, yana kimdir tavba qildim, nega aynan Tursunoy deb hayron bo'lardi. Axir oy u bo'lsa ham bo'lmasa ham o'z joyida turadi-ku. Tursunoyning quloqlari bunday gaplarga ko'nikib ketgandi. E'tibor bermaslikka harakat qilardi. Tabiatan odamovroq bo'lgan qiz bor diqqatini faqat o'qishga qaratgandi. Har kuni darsda 1 daqiqa bo'lsin tinch o'tirmaydigan, dars boshlanar-boshlanmas, ustoz, men gapiray, men javob beray deya bir qo'lini partaga qo'yib, bir qo'lini nuqul tepaga ko'tarib o'tiradigan. Umuman olganda, sinfdagi sukunatga hamisha tiriklik baxsh etib o'tiradigan Tursunoy bugun nimagadir parishon edi. Qanoti shikastlangan qushga o'xshab joyida behalovat edi. Hamma, ayniqsa muallim hayratda edi. Tursunoy, senga nima bo'ldi? Tobing yo'qmi? Tursunoy xuddi pinakka ketib, qo'qqisdan uyg'onib ketgandek bir sapchib tushdi, ammo javob bermadi. Boshini quyi soldi. Har kun so'zlarni bir tekis maromiga yetkazadigan gramofon xuddi bugun buzilib qolgandek barcha hayron edi. Tursunoyning esa xayoli uzoqlarda, umuman boshqa narsalar bilan mashg'ul edi. Kun shu tahlil o'tgani uchun muallim darsdan so'ng uning yaqin dugonasi, aniqrog'i partadoshi Madinani olib qoldi. Tursunoyga nima bo'ldi deb so'radi u Madinadan sinfda yolg'iz qolishgach. Uni erga berishyapti, ustoz. Madina Tursunoyni uyidan topolmadi. Dadasi ish bilan qo'shni qishloqqa ketganligi bois Tursunoy do'konchida ekan. Madina do'konchaga bordi. Mendan xafamisan, Tursunoy? Yo'q-e, nega xafa bo'lay? Ustoz xolijonimga qo'ymay surishtirdi. Baribir ertami kechmi bilishardi-ku. Shuning uchun o'ylama sen, hammasi joyida. Madina bilan Tursunoy ancha payt suhbatlashib o'tirishdi. Madinaning nazarida u butunlay beparvo va hafsalasizdek tuyulardi. Aksariyat hollarda esa faqat ha, bilan chegaralanib qo'yardi. Ko'cha tomonda oynadan vitrinadagi koptokka termulib turgan boylakayni ko'rishdi. Tursunoy uning nimaga mahliyo bo'lib qolganligi bilan qiziqdi. Bolaning oromini o'g'irlagan narsa shubhasiz koptok edi. Madinani ergashtirgancha tashqariga chiqdi. Koptok kerakmi? Mehribonlik bilan so'radi u boladan. Ha, u qancha turadi? Sal qimmatroqda, ukajon. Mana, mening bor pulim, boshqa yo'q, dedi bola kaftlarida g'ijimlanib qolgan pulni Tursunoyga ko'rsatib. Voy, dedi Madina o'zini kulgidan zo'rg'a tiyib. Bu pulga tennis koptokchasini ham bermaydi-ku. Borim pulim shu, opajon, dedi bola aybdordek boshini pastga egib turib. Mayli, yura qol, olib chiqib beraman.
dedi Tursunoy va do'konga kirib ketdi. Uning izidan qadamba qadam kirib kelgan Madina hayron bo'ldi. Esing joyidami? Amakim bilib qolsa urishib beradi-ku. Yaxshilikka bo'lsin, dedi Tursunoy koptokni olayotib pinagini ham buzmasdan. Axir bu koptokning narxi. Madinaning gapi chala qoldi. Tursunoy uning nima demoqchi ekanini bilib turgani uchun ham nima qilibdi narxiga dedi. Kimdir shu koptok uchun bor budini bermoqchi. Uning asl bahosi shu. Narx shunaqa bo'ladi. Madina qancha hayhaylamasin, Tursunoy esini yig'madi. Tevarakda shom quyila boshlaganda ular do'konni yopib tashqariga chiqishdi. Chiqishdi-yu, ko'zlarga singib ketgan qishloqning rohat baxsh chang ko'chalardan bir qadam bosgancha Tursunoylarnikiga jo'nashdi. Muyulishdan o'tganlarida ularning oldidan bir onaxon chiqdi. Egniga eski tuskalar kiyib olgan, deyarli hammom ko'rmagan badanidan yoqimsiz hid anqib turgan bu onaxon aftidan tilanchi edi. U qizlarga yaqinlashib, ularning yo'lini to'sdi-da, qo'llarini ko'ksiga qo'ygancha yalina boshladi. Bolajonlarim, iltimos sizlardan qarz berib turinglar. Nabiralarim och. O'g'lim bilan kelinim vafot etgan. Cholim shifoxonada og'ir kasal bo'lib yotibdi. O'lib qolishi mumkin. Agar ukol-dorilarni vaqtida olib bormasam, onaxon uvadasi chiqib ketgan ro'molining bir uchi bilan ko'z yoshlarini arta turib, tag'in hiqillay boshladi. Tursunoy sumkachasidan bir siqum pulni olib, uning qo'llariga tutqazdi. "Hoy!" Madina uni to'xtatishga ulgura olmay qoldi. "Qo'yaver", qo'lini beparvo silkib qo'ydi Tursunoy. Onaxon pulni olishi bilanoq, xuddi qizlar hozir aynib qoladigandek orqa oldiga qaramasdan zipillagancha keta boshladi. "Bu nima qilganing?" jerkib berdi Madina aqli noqis dugonasini. "Nima balo, sen ishondingmi unga?" "Yo'q, sira ham ishonmadim." "Qayerdan bilasan? Balki uning choli kasalmasdir. Ehtimol umuman yo'qdir." "Bilaman", dedi Tursunoy. "Unda nega?" Battar jig'i beyroni chiqdi Madinaning. "Aynan shuning uchun berdim. Bu suyunchi puli edi." "Suyunchi?" "Ha, suyunchi puli", tushuntirgan bo'ldi Tursunoy. To'shakda yotgan, bugun erta o'lib qolishi mumkin bo'lgan odamning yo'qligi uchun suyunchi. Tursunoy, Tursunoy. Ular yo'llarida davom etishdi. U yotishdan oldin picha vaqt kelajak haqida o'ylab yotdi. Qiziq. Kelajak xuddi uning tasavvurlaridek, juda bo'lmaganida tushlaridekmikin-a? Koshki shunday bo'lsa. Inson tushlarni hayotda tatbiq eta olganida edi. Har kim baxtni idora etmoq kuchiga molik bo'lardi. Yoki hech uyg'onmasdan hamma narsani taqdirning ixtiyoriga tashlash. Mana shu ikki holat odamni qisman ikkilantirib qo'yadi. Nadomatlar bo'lsinki, hayot bunday emas. Kelajak nomi bilan ham kelajak bo'lib, na hayotda va na tushlarda ayon bo'ladi. Bunday hollarda insonni ikkilanishlardan hech bir e'tiroz va davosiz xalos etadigan vaziyatdan yagona chiqish yo'li bu harakat qilmoq va xayollarni hayotga aylantirish uchun sidqi dildan maqsadlari tomon odimlamoqdir. Qolganiga yaratgan egam Karim. U erishish uchun bir umr kurashib kelgan hurmat, muhabbatdan haq talab etishga harakat qilardi. Kimningdir suyuklisi bo'lish maqomiga erishish uning yagona orzusi edi. Hech kim butun umr g'alaba qozonib yurmasligi, oyning 15i qorong'u bo'lsa, qolgan 15i yorug' bo'lishiga ishonardi. Piching-pichinglar u g'iybatlarning bir kuni tinchib, maqtov va olqishlar bo'y ko'rsatishi, odam tanlashlar cheklanib, jamiyatga to'laqonli singib ketishi va albatta sevish va sevilish baxti qachondir unga ham nasib etishiga dil-dilidan ishonardi. Axir iztirob bilan quvonch egiz bo'lishadi-da, bo'lmasa tarozi ayniydi. U garchi o'tmishidagi odamlarni unutmoqchi emas ersa-da, ammo yoqimsiz kunlarni unutishga harakat qildi. Kelajagi esa tuman ichida edi. Hech kim aniq-tiniq biror narsa deya olmasdi. Inson xayolida yo tomoshabin bo'ladi yoki aktyor. Hamisha ko'zga ko'rinmas rejissyorning amrlarini qabul etib yashaydi. Tursunoyning hayotidagi eng asosiy syujet esa
uning tevaragidagi voqea hodisalarga bo'lgan munosabatida edi. Har qanday saviyasiz yoki ko'rimsiz ssenariyni birorta professional aktyor o'ynasa, muvaffaqiyatsiz chiqishi kutilayotgan film ko'plarga manzur bo'lishi mumkin. Tursunoy ham tragik komediya janridagi hayotiga professional aktyor singari daxl qilib yashar. Film qancha ko'ngilsiz va iztirobli sahnalarga boy bo'lmasin, uning mantig'ini oshirib yashardi. Har qanday dilxiraliklar ham qizning irodasini buka olmas, ertangi kun bilan yashardi. Orzularini o'tdan butun, suvdan quruq saqlardi. Kelajakning hech kim e'tibor qilmaydigan detallari unga hamisha kel deb turardi. Hayotimizda sodir bo'ladigan har narsa Allohning karomatidir. Eng yaxshi kunlariga safdosh bo'ladigan, eng yomon kunlardan xalos etadigan kunlarga bir qadam qoldi. Yoki yaqinlarning muhabbatiga qo'shimcha kuch bag'ishlaydigan va ular bilan bahsda yutib, uni ulardan-da ziyodroq ardoqlaydigan, sevadigan insonning mehriga sazovor bo'ladigan kunlarga, yoki bepisandlikka ko'nikib, kamsitishlarga ko'nib, odamovi bo'lib yashaydigan, nuqul e'tibordan chetda qolib ketishiga mahkum kunlarga oz qoldi. Qay biri? Ushbu asosiy masala yuzasidan Tursunoy bir qarorga keldi. Kelgan sovchilarga ko'rinmagani uni keyinchalik vijdon azobiga solib qo'ydi va ota-onasidan yigit bilan uchrashishni talab qila boshladi. Shunisi adolatga yaqinroq. Holbuki natija salbiy bo'lsa-da, ammo uning og'rig'i ertangi vijdon azobi va yolg'onlarga qaraganda biroz beziyonroq edi uning nazarida. Xullas, ular uchrashishdi. Shaharning eng gavjum va go'zal istirohat bog'idagi tanishuv bir maromda o'tdi. Yigit uni kuzatib qo'yish uchun taksiga o'tqizmadi. Aksincha, ko'zlariga qarab turib, "Taksini nima qilasiz? Umuman, rasmiyatchilikni nima qilamiz?" dedi. Shundoq ham hammasi ravshan-ku. Uchrashuvga chiqadigan qiz qancha payt band bo'lishini oldindan chamalab, birorta zarur ishni mo'ljallab qo'yadimi? Yoki mendan sizning yoqqan-yoqmaganingizni sal keyinroq eshitsa bo'lmaydimi uydagilar? Xullas, ikkalamiz ham bugun g'irt bekorchilarmiz-ku. Tursunoy o'zida yo'q baxtiyor edi. Uni tasavvurdagi shahzodasi deb ishona boshladi. Hali yigit garchi roziligini aytmagan bo'lsa-da, Tursunoy ich-ichidan butun kelajagini u bilan tasavvur eta boshladi. Birinchi marta u himoyachining himoyasida keng ko'chalar bo'ylab erkin qadamlar bilan yura boshladi. Uyida yuragini hovuchlagancha daqiqa sanab o'tirgan ota-onasi unga necha marta qayta va qayta qo'ng'iroq qilishdi. Tursunoy yigitning oldida onasi bilan bu haqida qanday gaplashishni bilmay garangsirar. Qolaversa, yigitning nomidan hech narsa deya olmasligini bilgan holda, "Hozir boraman, yetib qoldim" deyishdan charchamasdi. Shahar va qishloqni ajratib turgan katta ko'chadan ilon iziga sab o'tgan temir yo'lga yetganlarida yigit bir sakrab narigi tomonga o'tib oldi. Tursunoy o'tayotganida esa tuflisining poshnasi temir yo'l relslari tagiga o'rnatilgan taxtalar orasiga kirib qoldi. Yigit tuflisini olib berish uchun engashdi va bir ikki karra urinib ko'rdi, ammo bo'lmadi. Uzoqdan poyezd kelayotganini ko'rgan Tursunoy shartta tuflisining ikkinchi poyini ham yechib, taxtalar orasiga tashladi. Yigit hayron bo'lib qizga qaradi. "Bu nima qiliq? Shunchaki poyezd kelyapti. Hu, ana bu bino temir yo'l bekati. Bu yerda ancha turib qoladi endi. Kutib o'tirishga esa vaqtimiz yo'q-ku. Xo'p, lekin nega ikkinchi poyini ham? Bir poyini nima qilaman? Yoki unisini topib olgan odam bitta poyini nima qiladi? Undan ko'ra topib olgan odam ikkalasini ham olsa, biror kuniga yarab qolar." Yigit hangu-mang edi. Tursunoyning ota-onasiga yigit tomondan xabar keldi. Bir-birini quvib borayotgan avgustning bir kunida Tursunoyning to'yi bo'ldi. Hammaning to'yida non yopadigan Tursunoy qishloqni tashlab ketdi. Hech qachon, hech qayerda va hech kimni ajratmaydigan Tursunoy, yoshu qari, barchaga "Kuningiz xayrli o'tsin" deya jilmayib qo'yadigan Tursunoy, xo'rozlarning qichqirig'idan oldin uyg'onib, ko'chani orasta qilib qo'yadigan Tursunoy, uyining torgina dahlizida tumonat qizlarni to'plab tikish bichishni o'rgatadigan Tursunoy,
qishloqni tashlab ketdi. Qishloq qibla tomonga, u ketgan tomonga mo'ltiragancha qolaverdi. Yuzlarda ma'yuslik bilan. U shunday ma'yuslikki, endi hech kimga xayrli kun tilamaydigandek. Hech kim non yopolmay och va tikib bicholmay hamma yalang'och qoladigandek edi go'yo. Qoshlarining orasida qishloq ko'chalarini, kaftlarida odamlarni, bag'rida uylarni olib ketdi Tursunoy. Qishloq hech vaqosiz va kimsasiz qoldi.